Ta-da-da-dam! Наконец-то manam Love kosmetikasini endi otzivini sizlarga ayta olaman. O'tgan safar Love shotkalari, keyin sponjiklaridan tashqari shunaqa kosmetikalari ham chiqibdi deb magazinda video obzor qilganimda siz ham olib ishlatib ko'rdingizmi deganlar bo'ldi va men testerlaridan ishlatib ko'rib o'zimga pudrasi va ko'z ostiga, ya'ni ko'z ichiga suradigan qalamni xarid qilgan edim. Narxi buniki 38 ming edi. Buniki точно eslamayman. Menimcha описаниеda yozib ketsam kerak. Va bir hafta ishlatib testировать qilib, endi bemalol sizlarga otzivini ayta olaman. Mana hozir endi buni surib ko'ramiz. Voila, idealni. Endi qalamini ishlatib ko'ramiz. Buni qalami nimaga yoqdi? Mana bunday qilib chiqariladigan, yumshoq ekan, ko'zini tagiga, bunaqa men ichiga suraman ko'pincha. Bemalol sursanglar bo'ladi bunaqada. Mana ko'zimga idealni bo'lib yotdi. Ham yumshoq, ham ko'zinglarni mana bunaqa ichini qirib yormaydi, oddiy qalamga o'xshab. Ham yumshoq ekan. Mana shu narsasi menga juda ham yoqdi. Narxiga ham menimcha arziydi. Ishlatib ko'ringlar. Bu meniki olganim 01 raqami. 01 men ko'zimni tagiga suradigan qilib oldim. Agar yana shunaqa полезный informatsiya beauty haqida kerak bo'lsa, albatta menga obuna bo'lib, bu videoni o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.